Assalomu alaykum azizlar, PCT.uz kanali nazarlaridan qarshingizda mana shunaqa mashina bozori hozir men sizlarga, ya'ni nemis mashinalari yoki bo'lmasam Koreya uchun import qilingan mashinalarni ko'rsatib o'taman. Albatta, karoslarni yaxshi mashinasi bo'lsa ham ko'rsatib o'taman, lekin asosiy urg'u ya'ni inomarkalarga bo'ladi. Xo'p, qani ketdik. Mana bu yoqda Audi bor ekan. Xo'p, narxi ko'rsatilmaganligi uchun shunchaki faqat o'zini ko'rsata olaman xolos. Narxi bo'lganda ko'rsatardim. Bitta esa ya'ni Lincoln degan mashinani aviator degan versiyasi, buni ham ya'ni narxi yo'q ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, уже amortizatori bir nima bo'lgan shekilli mashina o'tirib qolgan, anchadan beri turib. Xullas, sababi bo'lishi kerak. Xo'p, mana sekin davom etamiz. Mana bu esa BMW ni 5-seriyasi G30. Menimcha 520 bo'lishi kerak. Mashina juda ham zo'r mashina. Aynan G-class mashinalarining motori esinglardan chiqarmanglar. Eng ya'ni mustahkam motorlardan bo'lib tanildi hamda tuning qilsa juda ham yaxshi yuradigan bo'ldi. Mana bu yoqda yana Mercedes qo'yib qo'yibdi, faqat buni ham ya'ni narxi yo'q. Qaranglar Mercedesni. BMW bilan Mercedesni ataylab qo'yib qo'ygan shekilli. Qiziqqanlar ko'rsin deb. Kelinglar ko'raylik nechtalik ekan. Mercedes E300. Mana. Xo'p, yomon emas. Ketdik. Mana bu yoqlarda yana Mercedes turibdi. Endi shu mashinalarning taxminan narxini aytib o'tadigan bo'lsam, mana BMW bir $20,000 borsa, bormasa mana shunaqa atrofida topsa bo'ladi. $20,000 aynan shu 100,000 plus probeg bilan 520 dizellarni topsa bo'ladi. Xo'p, holatiga qarab hamda motoriga qarab farqlanadi. Motori qanchalik katta bo'lsa, Koreyada ya'ni qimmatroq yuradi. Xo'p, Mercedes ham shunaqa, faqat Mercedesning narxi sal BMW ga qaraganda arzonroq Koreyada, aynan ikkilamchi bozorda. Qandaydir klientlari kamroq menimcha Mercedesni so'rasanglar, odatda aytadi, karoslarni aytishi bo'yicha sal yoshim o'tgandan keyin minaman derkan. Qaranglar, mana shunaqa o'ziga bir qoidalar ham qilib olgan bu karoslar. Xo'p, yana bu yoqlarda qanaqa mashinalar bor? Shunchaki ko'ramiz, kelinglar. Mana bugun zerikkanimdan bir mashinalarni tomosha qilib kelaman deb chiqdim. Mana Audi. Qaranglar, voy, dahshat turishini qaranglar. S-Line deb qo'yibdi. Endi S-Line bo'lsa, orqasida Mercedes. Voy. Audi A6 45 TFSI benzinli ekan, adashmasam. Xo'p, mana Mercedesga qiziqyapman hozir. Kelinglar ko'ramiz. Mercedes. Voy. CLS 450 Formatic, ya'ni 4 balon turadigan versiyasi ekan. Faqat CLSni bananni yangi versiyasi, yangiroq versiyasi. Xo'p, mana bu yoqdagi endi o'sha SQ5 ekan. Chiroyli qilib tayyorlab qo'yibdi mashinani. Xo'p, yana qanaqa mashinalar? Aytgancha mana mashina gibrid ekan. Xo'p, tomosha qilamiz. Qaranglar, mashinalar yo'q deyarli. Mashinalarga talab ko'payib ketmoqda Koreyada ham. Xo'p, yana qaraymiz azizlar, qaranglar. Mana mashinaga men qiziqib yuribman. Volkswagenga ozgina o'rgandim buni ham. Yomon mashina emas ekan. Faqat oldi tortadi bu mashinani ham. VAG kompaniyasi, Volkswagen Auto Group. Ya'ni uning ichiga kirib ketadi Audi, uning ichiga kirib ketadi Porsche, agar adashmasam uning ichiga kirib ketadi qanaqadir sportivniy mashinalar juda ko'p ekan. Germaniyadagi eng katta konsernlardan biri. Xo'p, 11 million deb qo'yibdi narxini. $7,000 atrofidagi, ya'ni narxni ko'rsatib qo'yibdi. 44,000 kilometr yurgan ekan. Nechinchi yil ekan? 2 litrli ob'yom, benzinli Passat. 2018-yil ekan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, narxi juda ham nima deydi? Dostupni deydimi? Xullas, olib haydasa bo'ladi. Kimda kim mashinani tushunadigan, remont qilib oladigan, qo'lidan keladigan bo'lsa, maza qilib Koreyada bitta mashinani olib o'zi tuzatib, zapchaslarini topib haydab yursa bo'ladi. Mana, ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana. Bu mashinani plyus tomonini aytsam sizlarga, agar faqat oldi tortadigan bo'lsa, o'rindig'i juda ham katta bo'ladi. Ichkarisi mana bagajniklarda, ya'ni orqada nima bo'lmaganligi uchun, reduktor bo'lmaganligi uchun iloji boricha kattaroq qilgan. Xo'p, bu narx bilan sizlarni bir og'iz tanishtiradigan bo'lsam, $4,000 ekan, 6,900,000 deb qo'yibdi, 16-yil. 121,000 yurgan ekan. Xo'p, mana bu CC deyarli bir xil desa ham bo'ladi. Xo'p, keyin mana bu yoqda yana G pokoleniya BMW turibdi. Bu yoq ham G. Mana mashina sal seriozliroq o'xshyapti. Kelinglar ko'ramiz. BMW 7-seriya deydimi? 7-seriya. Bekorga bunaqa demadim. Qaranglar, 760
Li oxirgi BMW uchun ya'ni V12 motor. Mana ko'rayotganinglardek bulishtirlarni qaranglar. 4 ta haqqoniy bulishtirlar. Bu yoqda X-Drive ya'ni 4 ta ballon tortadi. Mashina ajoyib. Xo'p, ballon 275 ga 35-20 talik ekan. Tormozlari juda ham katta. Mana bunaqa V12 degan shildikni ko'rib, odam voy dod boradi mana. Bu mashinalarda komplektatsiya juda ham yuqori bo'ladi. Bu mashinalarning plyus va minus tomoni bor. Benzinni rosa ichadi. Ham 12 ta silindr, ham 2 ta turbina. Aynan shunda qo'llanilgan motor Rolls-Royce'larda ham ya'ni qo'llaniladi. Mashinani endi bu direktorlar deymizmi, xullas shunaqa kompaniyalarning egalari uzoq yo'lga maza qilib minishadi. Uchib yurishadi tekis yo'lda xullas. Mana shunaqa BMW. Agar to'liq o'sha mashinani obzor qilish imkoniyati bo'lganda chiroyli qilib obzor qilib berardik. Yakshanba bo'lganligi uchun odamlar deyarli yo'q. O'zim ham o'shaning uchun chiqdim. Maza qilib aylanib tomosha qilib yursa bo'ladi. Xo'p, mana mashina ham Koreya uchun sotilayotganda Koreyada bir o'zini mahsulotidek, lekin Renault, Samsung adashmasam, mashinalar $4000-5000 atrofida turadi. Juda ham solidni chiroyli mashina. Dizel hamda benzinli versiyasi bor. Menimcha gaz versiyasi ham bor bu mashinalarda. Xo'p, buni to'liq obzor qilganman, kanalda bor. Endi mana bu mashina haqida sizlarga ma'lumot. Bongo Kia'dan yoki Hyundai'dan Porter degan mashinalarning dizel versiyasi chiqmayapti. Ya'ni konvertdan olib tashlagan, faqat elektromobil yoki bo'lmasam gazli versiyasi qoldi xolos Koreyada. Sababi havoni, ya'ni ekologiyani ifloslanishini oldini olish va hokazo sabablar. Koreya dunyodagi rivojlangan mamlakat bo'lganligi uchun bu sohalarni ham ya'ni tartibga solyapti. Aynan mana shu. Ko'raylik qancha ekan, nechinchi yil ekan. Xo'p, gaz versiyasi 21-yil 8-oy 90 ming yurgan ekan. Narxi 12.590 ming debdi. Bu $9,000 atrofidagi, ya'ni salkam mashina hisoblanadi mana. Mashina zo'r. Endi bu mashinalarga 1 tonna yukni yuklab olib haydasanglar, o'shanda haydagandek bo'ladi, bo'lmasam juda tez yuradi. Xo'p, shunga yarasha kuch ham bor. Mana Genesislarni qaranglar. Genesislar turibdi mana shu yerda. Bir ko'ramiz bu narxini. Kelinglar bir ko'ramiz. Xo'p, qanaqasi ekan? Xo'p. 19-yil ekan, 11-oy, ya'ni 6 yil bo'libdi. 3.3 litrli turbina versiyasi ekan. 160 ming yurgan. Narxi ko'rinmadi. Xullas narxi yo'q azizlar. Mana shunaqa mashina Genesis. Xo'p, bu yoqda mana unaqa BMWlar turibdi. Ular boshqa mashinalar endi. Xo'p, keyin mana bunaqa mashinalar ham zo'r mashina. Eng menga yoqqan mini mashinalardan biri mana shu bo'ladi. Ko'raylikchi narxi qancha ekan, narxi bormi ekan? 80 ming yurgan ekan, 2010-yil. Xo'p, narxi yo'q. Taxminan narxini aytishim mumkin sizlarga. Bu salkam 2,5 million turadi bu mashina, lekin talashib bo'lsanglar 2 millionga ham ya'ni bo'lsa bo'ladi. Xo'p, mana endi yana qaysi mashinalar bor edi bu yerda sizlarga ko'rsatgan. Mana Volvo, vay, haqiqiy mashina. Mana nima deydi, mashinalarda xavfsizlik haqiqatan ham zo'r bo'lgan. Tan olish kerak, o'zini aynan xavfsizlik jihatidan dunyoga taqdim etgan mashinalar hisoblanadi. Mana Inscription nima? Chiqadibdi. Juda ham chiroyli. Zo'r, oilaviy zo'r mashina. Yana bitta sizlarga mana BMW. Ana. Vay. Zo'r. Faqat bu V12 emas ekan, menimcha bir 8 silindrli bo'lsa kerak. Bu mashinalar ham. Lekin bu oydagisi option qo'ymaydi. 750 debdi. 8 silindrli bo'lishi kerak. Xo'p, bunda endi ikkalasi bilan farqi bitta motorda emas, komplektatsiyasidan farq qiladi. O'sha V12larga iloji boricha ko'proq komplektatsiya hamda ichidagi materiallarni yaxshidan qiladi. Xo'p, keyin yana qanaqa mashinalar bor? Kelar yana ko'ramiz, mana unaqa g'alati mashinalar ham odamlarga yoqsa kerak. Jeep Wrangler deydimi, nima deydi? Unlimited ekan. Bu mashinalar endi chista off-road. Oldidagi motorchalarni qaranglar, bu joyda qolib ketsa, trosnalik qilib o'zini o'zi tortib oladi. Mana haqiqiy shinavandalar haydaydigan mashina. Mazza qilib faqat tog'li hududlarda haydashga mo'ljallangan. 1 litr bilan
egasi aytganda agar adashmasam bitta shunaqani haydaydigan bo'lsa 1 litr bilan 4 kilometrmi yurar ekan, 5 kilometr eng ko'p yursa deydi. Voобще ichib tashlaydi deydi. Mana shunaqa. Xo'p, mana unga nima deysizlar buni? Originalmikan yoki bo'lmasam tuningmikan, xullas. Kapotni qaranglar, jabralarni. Keraklar, hozir ko'ramiz. Bu mashinaga nima der ekan? 255 42 razmerdagi diskalar Shelby GT 500. Endi ko'p mashinalarni tuning qilgan bo'lishadi. 30,000 kilometr yurgan. Xo'p, 20-yil Mustang GT 500 Coupe. Haqiqatan ham bu original versiyasi ekan, V8 motor bo'ladi bularda. Xo'p, salkam 5 litr. Nimaga narxi yo'q? Lekin mashina taxminan shu bir $30,000 atrofida bo'lsa kerak, undan qimmat emas. Chunki mashinani shinavandalari qandaydir tezroq sotadi mashinani. Shu birontasini ko'rmadim, bir 100,000 kilometr yurganini haligacha men bironta uchratmadim. Qandaydir shu ertaroq sotib yuboradi. Sababini bila olmadim lekin. Xo'p, mashinalarni hammasini ochib qo'ygan. Mana Volkswagen ekan. Xo'p, mana endi bitta BMW. Mana shu BMWlar F10. Shu $10,000 emasdi. $10,000 ga olsangiz вообще 100,000 yurmaganini olasiz. Dahshatlarni olsa bo'ladi. Вообще sostanasi, komplektatsiyasi udarini olsa bo'ladi $10,000 ga. Endi mana bu yoqdagi mashina endi u sal seriozli mashina bu. Bu M3 mana sizlarga. E92 M3 V8 lik motor bilan. Xo'p, 4 litr ob'yom. Mashina narxi yo'q, lekin mashina haqiqatan ham haligacha Nürburgringda buni o'zining rekordi bor. Trassani bir marta aylanish bo'yicha. Mashina вообще tovushi, mana bunaqa yurishi bomba. Mana tormozlarni qaranglar. Qanaqa turibdi, qanaqa katta. Xo'p, mashinani sotishga qo'ygan. Xullas mashinani bor kuchini ishlatib bo'lgan. Xullas endi bunga ozgina mehr berib, odamlar haydamasa, xizmatini qilib bo'lgan bu mashina. Orqasida yana bitta Mustang turibdi. Xo'p. Ketamiz. Yana bitta qanaqa mashinalar bor? Hozir ko'rsam sizlarga. Xo'p, yurdik. Mana shunaqa mashinalar raislar. Xo'p, yana qanaqa mashinalarni ko'rishni xohlaysizlar? Mana uni qaranglar. EV9 bo'lishi kerak. Hop, to'g'rida turgan. Faqat bu mashina juda katta ekan. Elektromobil. Xullas mana shunaqa. Xo'p, keyin menga mana bu mashinani ham ko'pchilik yaxshi deydi, Orlandoni. Bu Koreyada dizel gaz hamda benzinli versiyasi bor. Уже pastidan suv va nimalar tomib turibdi. 7 kishilik versiyasi juda ko'p deydi. Maqtashadi, bilmayman qanaqa. Kimda bor bo'lsa, kommentariyada yozsin. Narxi yo'q ekan, 119 yurgan 1,5 litr, 1.6 lik. Xo'p, 1.6 lik dizel. Aytdim-ku. Xullas bularda dizel versiyasi ham bor. Qanaqadir mashinalarni xullas turi bo'ladi bularda. Xo'p, mana kattalar mashinasi. Mujiklar mashinasi. Endi baribir o'zimizning mashinalarni ko'rsa odam xursand bo'ladi qandaydir. O'zimizga yaqin deb. Xo'p. Yuramiz. Qanaqadir mashinalarni ko'rib, tomosha qilib, hangisi ketdimi yo'qmi deb faqat tomosha qilish kerak. Men oxirgi vaqtlarda mana shu mashinada ko'p yurdim. Mashina zo'r. Hamma tomonlama zo'rda, faqat benzinni o'ziga nisbatan sal ko'p ichadi. Agar turbina versiyasini olsanglar, вообще zo'r bo'lar ekan. 1 litrli ob'yom sal bu mana bunaqa qarshiligi yuqori bo'lganligi uchun aerodinamikasi ham konditsionerni yoqib ham haydagan paytda sal sekinroq, kuchi yo'qroq. Turbinasi bilan buni farqi 30 ta o't kuchi. O'shanda turbinasini zo'r yuradi deyshadi. Xo'p, bu mashinani 3 silindrli motorchasi bor. Lekin mashina buzilmaydi. Rosa zo'r mashina. Shunaqa tomonlari zo'r. O'shanga kimda kim haligi qiladigan bo'lsa, qarasa bo'ladi. Koreyada oilaliklar uchun bu mashinadaqa ideal mashina yo'q bo'lsa kerak. Ikkita bolasi borlar, vosh maza. Orqasi juda keng, baland. Mashinani nima qilsalar, Koreyani butun aylanib yursa bo'ladi. Hamma yoqda skitkasi bor. Benzin olishda, agar mashina bitta bo'lsa, yo'lda yurishda, parkovkalarda hamma yoqda skitka, ya'ni elektroviz to'laysiz katta mashinaga qaraganda, ob'yomi bir bo'lganligi uchun. 72 ta mot kuchi bor. Xo'p, mana shunaqa. 5,900,000 debdi.
Menimcha buni 5,5 millionga bemalol bersa kerak taxminimcha. Xo'p, mana shunaqa. Mashina zo'r, faqat turbinaligini bir olib haydash kerak. Xo'p, mana bu mashinani ham Renault Samsung aytib o'tgandim. 7,5 million debdi, 7 millionga jon deb beradi. Xo'p, mana S-Class turibdi. 38 million ekan. 38 million bizni pulda qancha bo'ladi? 25 ming dollar. Mana S-Class. Voy. Keladi ko'rsataman sizlarga qanaqasi ekan. 3 litrli 17-yil. Hech qanaqa urilmagan. 170 ming yurgan ekan lekin. Rosa ko'p yurgan ekan. Buni hozir bunchaga olmasa kerak. Xo'p, bunisi qanaqa ekan? Hozir bunisini ham ko'rsataman sizlarga. Xo'p, ko'ramiz. Narxini bu ham 3 litrli 20-yil. Qancha yurgan ekan? 110 ming kilometr yurgan ekan. 41 million won endi taxminan 30 ming dollar atrofida bo'ladi. 29 ming 30 ming dollar atrofida. Mana shularga, ya'ni mashinalar. Xo'p, kelinglar endi yana bir haligini ko'ramiz. Mana bunaqa Malibuni ko'ramiz. Qaranglar, Malibu 2. Oddiyroq versiyasi shekilli, baloni kichik haligi ekan, profil katta ekan, shundan bilsa bo'ladi. 235 ga 55 17-razmerdagi diskalar taqilgan Malibu 2. Orqasiga yozilgan bo'lishi kerak. Nechtalikligi mana Malibu turbo ekan, LTZ. Agar bu 1.5 bo'lsa yoki 2 bo'lsa yozib qo'yardik. Bu 3 turboligimi ekan xullas. Anig'ini bilmadim, hozir oldidan o'qib yaxshi qilamiz. Yozib qo'ygan bo'lish kerak. Kelinglar. Ko'rsaman. Xo'p, 8,5 million won. O'shanda bo'ladi 5 ming, 6 ming dollar ekan narxi. 1.5 turbo ekan, 120 yurgan ekan, avtomat. Mana shunaqa Malibu azizlar. Kimda kim qiziqsa, turibdi Banyavolda kelib olsanglar bo'ladi. Lekin buni puliga BMW bir nimalarni olsa ham bo'ladi. Ya'ni remont qilish deyarli bir xil. O'shaning uchun ko'pchilik o'sha mashinalarni olsa kerak. Xo'p. Ketamiz. Yana bitta sizlarga Shelby mana GT 500 ekan bu ham. Plus mashina juda ham mana ko'rsataman sizlarga. Juda ham bahaybat. Voy, turishini qaranglar. Mana bunaqa gubalarmi, xullas spoilerlar, balobattarlar juda mashinani boshqacha qilib turar ekan. Kapoti qora rangda, o'zi haligi nos rang. Xo'p, menimcha shunaqa nosni haligiga qo'yib qo'ysanglar, quyoshda qurib qolsa mana shunaqa rang bo'ladi menimcha. Bu boshqachami ekan? Yo, bu yoqdan ko'rsa yana boshqacha ekan. Va Shelby GT 500. Qaranglar, mashinani bo'lish yitirlarini. Pоворot chiroqlari, burilish chiroqlari hammasi haligi, stop chiroqlari hammasi qizil. Lekin bu qandaydir ko'zimga nima ko'rinyapti? V8 emasmikan degan bir gumon bilan qarayapman. Kelib dokumentini o'qib ko'ramiz. Bu 2.2 litrlik ob'yom ekan. Faqat tuning qilingan, Shelby haligi qilib, bo'lish litrlarini o'shanaqa qo'yib, qahtarog'idan qo'yib, mana bunaqa gubalarni qo'yib, maksimum GT 500 ni haligisiga olib kelgan. Xo'p, nima deyapman, xullas shu. Mana yana ko'ramiz, qanaqa mashinalarni ko'rish. Mana bitta turibdi. Mana. Bu bitta turibdi. Xo'p, mana yonida yana bitta turibdi mana. Mashinaga qiziqadiganlar bo'lsa, mashina zo'r. Ko'rinishi zo'r, vohima, mana bunaqa transformer, balobattar, rosa o'kiradi. Bitta BMW ni M3 ni qo'yib qo'ysanglar, yanchib tashlaydi buni. Shunaqa. Lekin juda haligi karbonlarni ishlatgan, mana bunaqa tormozlar, balonlar, вообще diskalarni qaranglar. Hozir ko'ramiz. Xo'p. Sport Plus nechtalik ekan, balonlarligini ham ko'rib bo'lmaydi. Balonni kengligiga qiziqayotgandim, kattaligiga 275, 35, 20. Xo'p, mana spoiler Camaron qarang, xullas. Mana kimga ma'qul bo'lsa, dahshat ekan-ku. Ko'rinishi zo'r, ovozi zo'r. Mana 6.2 litrli ob'yom. Xullas, hamma joyi zo'r. Faqat qandaydir bu mashinalar ham narxi tezroq tushadi. Mana BMW ga qaraganda yoki AMG Mercedes ga, RS Audilarga qaraganda qandaydir narxi tezroq tushadi. Bilmayman nimaga.
ko'rsam bu mashinalar ham sport taliklarni do'stlar qo'llashadi-yu. Shunaqa. Mana. Yana bu yoqdagi mana kelinglar, bitta Cadillac ham turibdi. Shuni ham ko'rsatay sizlarga. Bu Cadillacning ham zo'rlari bor. Turishini qaranglar, Cadillac. Bitta narsa shu Cadillac, keyin yana Chryslermi bir nima degan mashina, o'sha bor, Amerikaning mashinalari. Buzilsa juda ham ko'p kutarkansiz, shu zapchasti kelish juda ham qiyin ekan. Koreyada aynan shunaqa ekan, bilmadim nimaga. Ko'ramiz, kelinglar. 97 yurgan 2 litrli объем Cadillac CT5 2.0. 97 yurgan. Xo'p, narxini 27.000 900 deb turibdi. Endi bu taxminan bo'ladi 20.000 yo'q, 15.000 bo'lsa, shunda bo'ladi 17.000 18.000 dollar atrofida ekan mana. Keyin yana orqasidan bir ko'rsatay sizlarga. Turishini qaranglar. CT5 350 ter qo'yibdi. Menimcha mana shu haligi, agar adashmasam 350 Newton metr anglatardi Cadillac'larda. Escalade chunki 600 degan joyida 600 Newton metr degan edi. O'shaning uchun bunda 350 shunaqa deb taxmin qildim. Anig'ini bilsanglar yozib olishinglar mumkin. Mana bu yoqda yana Camaro'miz xullas. Rosa bir-biriga o'xshaydi bu mashinalar ham. Balonimiz zo'r ekan lekin. Yana bunisi ham Camaro, qaranglar. Mana Camaro. Shuni qaranglar. Agressiya, hammasi agressiya mashinalarda. Xo'p, narxni ko'ramiz. 76 yurgan 602 lik объем. Xo'p, narxi 36.000. Bu degani 25.000 dollar. Mana urilmagan 25.000 dollar. So'rayapsizlar kelib. Yana bitta sizlarga Camaro 62L. Voy. Rangi rosa o'ziga odamni qaratadi. Yarq bunday. Bittada hammasiga qaraydi. ZL1. Mana unaqa gubalarni qaranglar. Qanaqa bir boshqacha bo'lib turibdi. Kamerada ham kichik ko'rinyapti. Aslida juda katta ekan, qaranglar. Wow, zo'r ekan. Ketdik, yana davom etamiz. Yana Camaro'slarga mana. Yana Camaro, yana Ford Mustang. Ko'ryapsizlar, bu mashinalar juda ham sotuvda ko'p. Qandaydir shunaqa sotuvda juda ham ko'p bu mashinalar. Hammasi minimalniy probeglar bilan. Minus tomoni shu sodержать qilish juda ham qimmatga tushadi. Sababi ichadi benzin bo'lsa, satish ham falon pul turadi. 90.000 yurgan ekan. 2.3 lik объем. Kup, Mustang 2.3 kup. Narxi 25 million 900 dollarda qancha bo'ladi? 20 mingga bormaydi. 18.000 dollar atrofida bo'ladi. Xo'p, yana qanaqa inomarka bor? Hozir sizlar bilan tomosha qilib ketaveramiz. Shu inomarka bo'lsa, odam yana qiziqib ko'raverar ekan. Bu yoqda bitta BMW turibdi. Rangi вообще bomba ekan o'zi ham. Shu ba'zi mashinalar rangi shunaqa o'zgartirib turadi mashinalarni, hayron qolasizlar. Xo'p, yana davom etamiz. Xo'p, ana shu yerda edi. Bu yoqda turibdi bir ko'k bo'lib, boshqacha bo'lib. Faqat borilish yo'qqacha qiyin. Azizlar, bu yoqdagi ya'ni mashinalar shunaqa mashinalar ekan. Boshqalari yo'q. Mana oxirigacha keldim. Yurib. Mana bu yoqda bitta Genesis turibdi. G90 ni haligisi, nima deydi? Yangi pokoleniyasi. Ular hozir sizlarga ko'rsataman. Mana Genesis mashinalari o'zini forasi bilan, ya'ni yoritish chiroqlari bilan ajralib turadi. Ular oldidan kelib mana bunaqa yoniga o'tib ketgan bo'ladi. Burilayotganda juda ham yana chiroyli ko'rinadi. Mashinalarning faqat men tushunmaydigan narsasi mana diskalari rosa ham bir turli xil. Rosa har xilligidan mashinaga qandaydir menimcha yarashmaydi deb o'ylayman. Sal seriozniroq qilsa menimcha mashinalarga yarashadi. Chiroqlarni qaranglar, hammasi piksellardan tashkil topgan. Xo'p, hozir ko'ramiz, qaranglar. G90 ikkinchi avlod 3.5 turbina 4 ta balon tortadigani. Xo'p, 41.396 yurgan ekan. Narxi 71 million won. Dollarga aylantirsa bu xo'p
50 ming bo'ladi. 50 ming, 55 ming dollar atrofida ekan benzin versiyasi. Xo'p, mashinaning turishi dahshat. Ko'p komplektatsiyasi bor, komplektatsiyasida narsalar bor ekan. Mana shunaqa. Mana yonida turgani endi bu umuman boshqa dunyo mashinasi. EV9 qaranglar turishini. Umuman boshqa dunyo, bu elektromobil, bu benzin bilan DVS deb yuradi. В общем, yer bilan o'smoncha farq, lekin hammasidagi uyg'unlik bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, piksel. Hyundai bilan shu haligi nima deydi? Bir-birini narsasidan foydalanadi. Rasman shunaqa. Xo'p. Mashina zo'r. Mana buni bilasizlar. Ioniq 6 rosa жесткий mashina chiqdi deydi. Haqiqatan ham shunaqa, bundan ko'ra Ioniq 5 yaxshi ekan. Xo'p, shunaqa gaplar azizlar. Yana bitta joyda bor. O'sha yoqqa borib men videoga olaman. Hozircha sizlar bilan xayrlashamiz. Balki 2 kunda ikkala videoni ham qo'yib tashlayman. Ya'ni nimaga? YouTube'ga, o'shandan ko'rasizlar. Hammaga o'z orzu qilgan mashinani olish nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.